Nexikni rostakasimiga kelganmiz. Dushkalarni olishimiz sababi, aka hech qanaqasiga ochib bo'lmaydi deyaptilar. Zashni qo'ydirganman-da. Hamma joyiga zashni qo'ydirgan ekanlar. Polni men harakat qildim. Polni to'silgan har tomonlama. Endi buni bitta kalti turgan ekan, titrishini qaraydi bitta. Mashina yopiq. Ana shaq edi ochirgan variantlarimizni o'tmas ekan. Akam sraz etdilar, aka o'tmaydi dedilar. Bitta harakat qilib ko'ray dedim. Keyin videoga olishga majbur bo'ldim. Qani ko'ramiz. Lekin sal qiyin deydi aka lekin. Biroq haq ketib qoldingiz. Oga senga ketib boryaptilar hatto. Bo'yapti usta chaqiruvdim, ocholmadim. Zashniisi bor. Aka mana ocha olmasam. Allohning izni bilan ochamiz nasib qilsa, Allohning izni bilan. Bismillah deganmiz. Tamom. Mejgaringiz olsam, mejgaringiz cho'qoli baqvat ekan-ku. Sig'maydimi deb o'ylayman deb o'tdi. Sig'ish shuncha bizda bor-ku, normal ishlashimiz kerak. Endi bismillah deb harakat qilamiz, qani ko'ramiz. Allohning izni bilan ochamiz. Mana shunaqa ishlarni yaxshi ko'raman. Tonki ishda bu. Hozir qani birra bossa ochilarmi ikkinimi? Xohlasangiz mejgaringizni olib chiqaman aka bu yoqqa. Sizdan bo'ladi. Bosish qiyin desa, cho'qol qalin qo'yilgan. Cho'qol haqiqatan qalin ekan. Allohning izni bilan mana ilib oldik. Ekstremal ishni boshlab qo'ydik, kurchok ham qilmasdan. Bismillah. Mejgari oldik. Nasib qilsa sig'armikan o'tana? Bismillah. Sig'ish niyati bormi ekan? Voy mashalloh ochilib ketdi. Aka lekin bunaqasi bo'lmagan ishonavering. Kuchaytirish kerak to'g'ri. Bu bosilib ketdi menimcha aka. Mana. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa aytaverasizlar. Aka lekin qoyilmisiz? Allohning izni bilan ochildi mana. Xudo xolasa hammasi joyida. Lekin mashinangiz zo'r ekan, tetik ekan. Kimga shunaqa xizmat rozi bo'ling aka. Instagramni pastga tashlab qo'yaylik aka. Rozi bo'lasiz. Shunday ko'rdingiz. Kaltingizni olib haydaganingiz ma'qul aka. Eng zo'r yo'lni deymiz. Ishda qancha vaqt turdingiz mana ishda? Yarim soat turdingizmi? Yarim soat. Keyin umuman turmashingizni xohlasangiz, yarim soat vaqtingizni ataysiz, shuni kalitingizni kopiya qilasiz. Ko'tigami, oldigami, orqagami o'tbetiga boylab qo'ying, bilintirmaydigan qilib, ichkariroq, o'zingizga metka qilib boylab qo'ying. Bo'ldi aka, u esingizdan chiqarib yuborasiz aka. Eng zo'r layfhak aka mana. Men mana taraflariga, ichlarida joy bor, oldida ham bor, yonida ham bor, hamma yoqda joy bor. Faqat o'zingiz bilgan joyga boylab qo'ying aka, uydan chaqirtirmaysiz, meni kutmaysiz. Instagram pastga tashlab qo'ying endi aka. Bittada. O, bratsa ham cho'ta qilmasangiz bo'lmaydi aka. Instagram seriozni yo'q. Aka ochamiz, kiring. Bo'ldi aka. Rozi bo'ling, aloqa qilamiz. Aka shu ishni qiling, umuman esdan chiqarasiz aka bu narsani. Qiling shu ishni.